Hurmatli obunachilar, mana bizda savdolarimiz davom etadi va bizda mana motorollerlarimizni sifatini tekshirish uchun mana bizni mutaxassisimiz Xitoydan tashrif buyurgan mana bizni mutaxassisimiz bor. O'zlari mana sifatlarini tekshirib, sifatlarga o'zlari javob beradi. Motoroller skuterlarimiz Zamin savdo markazida mana birinchi xol, mana o'zimizni hamkor sheriklar xudo xolasa, Luyko'nglar bilan birgalikda xudo xolasa Motoroller to'kilar hammasidan xudo xolasa birgalikda ishlashamiz. Xudo xolasa bemalol sifat tomonidan yoki qanaqangi muammolar bo'ladigan bo'lsa bemalol qilib chiqishlari mumkin. Xudo xolasa birgalikda bartaraf qilib beramiz. Xudo xolasa do'stimiz mana shu yerda, xudo xolasa mana shularga xudo xolasa sherikchilik asosida xudo xolasa birgalikda xudo xolasa 4 yil 5 yildan beri xalqimizga, yurtimizga xizmatda xudo xolasa ishlarda olib borilyapti. Kimga qanaqangi holatdagi narsalar kerak bo'lsa, benzinli yoki tokli motorollerlar qiziq bo'ladigan bo'lsa, qanaqangi savollar kerak bo'ladigan bo'lsa, hammasiga birgalikda javob beramiz. Savollariga yoki qiziqadigan nimalarni ijtimoiy tarmoq WhatsApp, WeChat, Telegram orqali bemalol ma'lumotlar to'liq xarislarga yetkazib beramiz xudo xolasa.